Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Keyingi kasalligimiz darhol skleroz. Darhol skleroz markaziy nerv sistemasining immunizatsiyasi bilan namoyon bo'luvchi surunkali autoimmun kasallikdir. Darhol sklerozda 3 ta simptom. Bunda nistagin, skandirlashgan nutq va intestinal tremor. Darhol skleroz deb atalishiga sabab patologik jarayon nerv sistemasining bir qancha bo'limlarida tarqalib joylashganligi sababli ushbu kasallik darhol skleroz nomini olgan. Kasallik asosan bosh, miya va orqa miyaning zararlanishi bilan kechadi. Bosh miya va orqa miyaning oq moddasida myelin pardasining yemirilishi sababli paydo bo'lgan chandiqlar darhol skleroz chandiqlari deb ataladi. Darhol skleroz chandiqlari bir necha millimetrdan bir necha santimetrgacha bo'ladi. Darhol sklerozda asosan diagnostik tashxis qo'yish uchun KT va MRT tekshiruvlari muhim hisoblanadi. Darhol sklerozda asosan kimlar yuzaga keladi? Ya'ni genetik moyilligi bo'lgan shaxslar, 20-40 yosh atrofida bo'lgan shaxslar, ammo u darhol skleroz 10 yoshda ham, bolalarda ham, yosh kattalarda ham, 50 yoshdan oshganlarda ham kuzatiladi. Darhol sklerozda ayollar ko'proq uchraydi. Darhol sklerozda yuzaga keltiruvchi sabablar asosan virus infeksiyalar, genetik omillar, radiatsiya ekologik omillar, sovuq va nam iqlim, gormonal buzilishlar, immunobiologik omillar, zararli kimyoviy moddalar ta'siri, genetik yo'llar bilan yetishtirilgan oziq-ovqatlarni ko'p iste'mol qilgan shaxslarda darhol skleroz ko'p uchraydi. Darhol sklerozda asosan klinikasiga o'tadigan bo'lsak, klinikasi darhol sklerozda bundan so'ng MRT tekshiruvda aniqlash mumkin. Ya'ni darhol sklerozni o'choqlarini, ya'ni millimetrini, joylashgan joyini, qaysi joyda joylashganini, o'shanga darhol skleroz joylashgan joyiga qarab, ya'ni klinik tashxis qo'ysa bo'ladi. Bunda darhol sklerozda klinik tashxisda asosan 5 ta, ya'ni 7 ta sabab yuzaga keladi. Bunda piramida yo'lda zararlanish bilan ketuvchi turi, ikkinchisi optik xiazmal turi, uchinchisi bosh miya katta yamshirlari zararlanish bilan ketuvchi turi, to'rtinchisi miyacha zararlanish bilan ketuvchi turi, beshinchisi miya ustuni zararlanish bilan ketuvchi turi, oltinchisi orqa miya zararlanish bilan ketuvchi turi va yettinchisi cerebrospinal turi. Har biriga to'xtalib o'tamiz klinikasiga. Piramida yo'llari bilan zararlanish bilan ketuvchi turi asosan 45% hollarda piramida yo'lida zararlanish bilan aniqlanadi. Darhol sklerozda bunda reflekslarning keskin oshishi bilan namoyon bo'luvchi markaziy farajlik darhol sklerozning uchun juda xos va ular erta boshlanadi. Piramidal yo'lda zararlanishi pay va pirostor reflekslarning oshishi, patologik piramidal simptomlarning, Pavlovskiy, Rassalimo piramidal simptomlarning erta paydo bo'lishi, himoya reflekslari, klonuslar, muskul kuchining biroz pasayishi va saqlanib qolishi bilan namoyon bo'ladi. Bu buzilishlar asosan oyoqlarda ko'p kuzatiladi, qo'llarda esa kam uchraydi yoki ancha keyin, ya'ni keyinroq paydo bo'ladi. Darhol sklerozning bu turida markaziy farajlik uchun juda xos bo'lgan barcha patologik reflekslar erta namoyon bo'lsa-da, muskullar kuchi uzoq vaqt saqlanib qoladi. Ya'ni bemor birovda yordamisiz, ya'ni boshqa bir insonda yordamisiz 2 kilometrgacha masofani bosib o'tishi mumkin. Darhol sklerozda piramida yo'lda zararlanish bilan kechuvchi turida boshqa klinik simptomlar ham yuzaga kelishi mumkin. Pay reflekslari oshishi va patologik piramidal simptomlar ko'p aniqlanadi. Keyinchalik esa markaziy monoparizlar va gemiparizlar yuzaga keladi. Ikkinchi turi optik xiazmal turi. Darhol sklerozning 50-70% hollarda ko'ruv funksiyasi buzilishi. Bu juda xos. Bunda birdan ko'rmay qolish, keyin yana ko'ra boshlash darhol skleroz uchun juda xos. Masalan, bir bemor ko'zlarim to'satdan ko'rmay qoldi deb xavotir bilan vrachga murojaat qilgan bemorning ko'zlari 24 soatdan so'ng yana ko'ra boshlaydi. Bu juda xos belgi hisoblanadi. Dastlabki oftalmologik tekshiruvlar hech qanday organik buzilishlarni ko'rsatmaydi. Shuning uchun ham bunday holatni isterik ko'rlik deyishadi. Ya'ni isterik ko'rlik deb adashishadi. Birdan ko'rmay qolish fenomeni yana davom etaversa, ko'z tubida organik o'zgarishlar paydo bo'la boshlaydi. Ko'ruv o'tkirligi pasayadi, ko'ruv maydoni torayadi, markaziy va periferik skotomalar vujudga keladi.
Keyinchalik tarqoz sklerozda uchun juda xos bo'lgan simptomlardan yana biri paydo bo'ladi. Ya'ni bitta yoki ikkita ko'rinir diskining chakka qismi oqara boshlaydi. Ko'rinirining retrobulbar qismida atrofiya ro'y beradi. Shunday bo'lsa-da, ko'rish funksiyasining to'la buzilishi juda katta muhim ahamiyatga ega. Aytib o'tilgan patologik simptomlarning ikkala ko'zda parallel tarzda paydo bo'lishi yoki bitta ko'zning o'zida ro'y berishi mumkin. Xo'p, tarqoz sklerozning 3-turi bosh miya katta yamshirlari zararlanishi bilan kechish turi. Kasallikning bu turi neyropsixologik buzilishlar bilan namoyon bo'ladi. Bemor birdan jahldor va yig'loqi bo'lib qoladi. Unda xavotir paydo bo'ladi. Keyinchalik xavotir apatiya va depressiya bilan almashinadi. Ba'zan aksincha euforiya holatlari kuzatiladi. Bemor o'z kasalligiga befarq bo'lib qoladi. Juda ko'p hollarda isteriya, ipxondriya, psixoz, depressiya alomatlari bir-biri bilan almashinib turadi. Tarqoz sklerozda afaziyalar va epileptik xurujlar, stropalidar buzilishlar juda kam uchraydi. Tafakkur uzoq vaqtgacha saqlanib qoladi yoki umuman buzilmaydi. MRT tekshiruvida bosh miyaning oqim moddasida turli hajmdagi deniza so'choqlari aniqlanadi. Xo'p, 4-turi, keyingi turi miyacha zararlanishi bilan kechish turi. Tarqoz sklerozda miyacha va uning yo'llari zararlanishi turli darajada ifodalangan ataksiyalar bilan namoyon bo'ladi. Bu bemorlarda miyacha zararlanishi uchun xos bo'lgan barcha simptomlarni topish mumkin. Ya'ni nistagin, intizom, titrash, skandarlashgan nutq, dismetriya, megalografiya, adidahokinez, muskullar gipotoniyasi, statik va dinamik ataksiyalar yuzaga keladi. Doimiy tarzda uchrovchi simptomlardan bo'lmish nistagin, skandarlashgan nutq va intizom, titrash Sharko triadasini tashkil qiladi. Bu simptomlar kasallik darajasiga bog'liq bo'lgan holda yengil yoki o'ta og'ir darajada namoyon bo'ladi. Ba'zi hollarda bemor ataksiya sababli umuman tik tura olmaydi, chayqalib kelib yiqiladi. Boshqalar yordamsiz ovqatlana olmaydi, kiyinishda juda qiynaladi. Xo'p, keyingi turi tarqoz sklerozning miya ustun zararlanishi bilan kechish turi. Kasallikning bu turi ko'pincha ko'zni harakatlantirish nervlar, ayniqsa 6-nerv, shoxli nerv, yuz nerv, vestibulyar nerv, til osti nervlar zararlanishi bilan kechadi. Vestibulyar nervning zararlanishida vestibulyar bosh aylanishlari xuruji bilan namoyon bo'lishi mumkin. Bunday holatni odatda Menner simptomi deb atashadi. Agar parallel tarzda kortikonuklear yo'llar zararlansa, oral avtomatizm reflekslari, pastki jag' reflekslari oshish kuzatiladi. O'choq miya oyoqchalarida joylashsa, vertikal va gorizontal nistagin, varilib ko'prigida pastki qismida joylashsa, vestibulyar buzilishlar, uzunchoq miyaning pastki qismida joylashsa, bulbar simptomlar, ya'ni disfagiya, disfoniya, dizartriya paydo bo'ladi. Keyinchalik alternatlashgan gemiparazlar va gemataksiyalar rivojlanishi mumkin. Biroq ular kam uchraydi. Yana bir takrorlayman, miya ustunidan zararlanishdan kechish turida. Kasallikning bu turi ko'pincha ko'zni harakatlantiruvchi nervlar, ayniqsa 6-nerv, shoxli nerv, yuz nerv, vestibulyar nerv, til osti nerv zararlanishi bilan kechadi. Vestibulyar nervning zararlanishida vestibulyar bosh aylanishlar va xuruji bilan namoyon bo'lishi mumkin. Bunday holatni odatda Menner simptomi deyishadi. Agar parallel tarzda kortikonuklear yo'llar zararlansa, oral avtomatizm reflekslari, pastki jag' refleks oshish kuzatiladi. O'choq miya oyoqchalarida joylashsa, vertikal va gorizontal nistagin, varilib ko'prikning pastki qismida joylashsa, vestibulyar buzilishlar, uzunchoq miyaning pastki qismida joylashsa, bulbar simptomlar, ya'ni disfagiya, disfoniya, dizartriya paydo bo'ladi. Keyinchalik alternatlashgan gemiparazlar va gemataksiyalar rivojlanishi mumkin. Biroq ular kam uchraydi. Xo'p, 6-si orqa miya zararlanishi bilan kechish turi. Kasallikning bu turi uchun pastki spastik paraparis juda xos. Ya'ni pastki spastik paraparis. Sezgi buzilishlari esa ayniqsa yuzaki sezgi juda kam uchraydi. Sezgi buzilishlar ichida vibratsiya sezgisi juda erta buzila boshlaydi va ular asosan oyoqlarda boshlanadi. Keyinchalik muskul bo'g'imi sezgisi buziladi. Sezgi buzilishlari tanada notekis joylashganligi bois topografik o'choqni to'g'ri aniqlash ancha qiyinlashadi. Shuning uchun ham ba'zan MRT tekshiruvida orqa miyada aniqlangan o'choqlar neurologik tekshiruvda aniqlangan simptomlar bilan mos kelmaydi. Shu yerda qorin reflekslarining erta yo'qola boshlashi
alohida ta'kidlab o'tish kerak. Ya'ni qorin reflekslarining erta so'nishi tarqoq skleroz uchun juda xos bo'lgan simptom bo'lib, juda katta diagnostik ahamiyatga ega. Tarqoq sklerozda nevropatik xususiyatga ega og'riqlar ham kuzatilishi mumkin. Spinothalamic yo'llar demonizatsiyasi bilan bunda paydo bo'lgan sklerotik tugunlar ortiqcha qo'zg'alishlarni paydo qiladi. Buning natijasida orqa miya bo'ylab uzunasiga tok urib o'tgandek bir zumli og'riqlar paydo bo'ladi. Bu holat lermit simptomi deb ataladi. Kuydiruvchi va sanchuvchi, ashtiruvchi og'riqlar ham yuzaga keladi. Ular ko'pincha oyoqlarda, kam hollarda, qo'llarda yuzaga keladi. To'satdan paydo bo'luvchi ushbu og'riqlar paresteziya va dizesteziya bilan namoyon bo'ladi. Ya'ni to'satdan paydo bo'luvchi ushbu og'riqlar paresteziya va dizesteziyalar bilan yuzaga keladi. Paresteziya va dizesteziyalar tarqoq skleroz uchun juda xos. U goh paydo bo'lib, goh yo'qolib turadi. Tarqoq sklerozda shoxli nerv ildizchalari demonizatsiyasi sababli yuz sohasida nevrologiyalar ham kuzatiladi. Xo'p, lekin bunday og'riqlar juda kam, 3-5% hollarda uchraydi. Og'riq harorati va taktil sezgilarning o'tkazuvchi tipda buzilishi juda kam aniqlangan. Tos a'zolar funksiyasi esa buzilishi ham juda kam uchraydi. Bu buzilishlar sezishga imperativ signallar, sedik tutilishi, so'nggi bosqichlarda esa sedik ushlay olmaslik kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Xo'p, 7-chi va oxirgi turi cerebrospinal turi. Eng ko'p uchraydigan turi bo'lib, deyarli 50% hollarda kuzatiladi. Bosh miya va orqa miyaning zararlanishi uchun xos bo'lgan nevrologik simptomlar, ayniqsa bosh miya katta yonishlari, piramidal sistema, miyacha, optik xiazmon soha va orqa miyaning piramidal o'tkazuvchi yo'llari zararlanishini ko'rsatuvchi belgilar paydo bo'ladi. Tarqoq skleroz uchun spastik gipertonus juda xos. Biroq parallel tarzda miyacha taksiyasi va ba'zi muskullar gipertonus kuzatiladi. Nevrologik simptomlarning bu tarzda namoyon bo'lishi piramidal va miyacha yo'llarning birgalikda zararlanishi bilan izohlanadi. Demak, patologik o'shanlar nerv sistemasining qaysi sohasida ko'proq joylashganiga qarab, tarqoq sklerozda turli klinik ko'rinishlar yuzaga keladi. Tarqoq sklerozning barcha turlarida ham kam uchraydigan tipik simptomlar mavjud. Bu yuqorida aytib o'tganimdek, Charcot triadasi va Marburg pintadasi kiradi. Charcot triadasiga esa nistagin, skandirlashgan nutq va intisson tremor. Marburg pintadasiga esa markaziy falanjiklar, qorin reflekslarining yo'qolishi, ko'ruv nervlar diski, temporal qismining oqarishi, o'tib ketuvchi diplopiya va remissiya bilan kechadi. Xo'p, tarqoq sklerozning klinik turlarini tugatdik. Endi tarqoq sklerozning kechishi. To'rt xil kechadi tarqoq skleroz, ya'ni to'rt xil kechish farqlanadi. Birinchisi remitrlovchi kechish, ikkinchisi birlamchi zo'rayib boruvchi kechish, uchinchisi ikkilamchi zo'rayib boruvchi va to'rtinchisi qo'zg'alishlar bilan kechuvchi zo'rayib boruvchi turi. Birinchi turga to'xtalamiz. Ya'ni remitrlovchi kechuvchi kasallik qo'zg'alishlar va uzoq davom etuvchi remissiyalar bilan kechadi. Remissiya davrida buzilgan funksiyalar qayta tiklanadi. Nevrologik simptomlar zo'raymaydi. Tarqoq sklerozning bu turi odatda 20-30 yoshlarda boshlanadi va 70% hollarda uchraydi. Ikkinchi turi birlamchi zo'rayib boruvchi. Klinik simptomlar bir paydo bo'lgach, ketma-ket zo'rayib boraveradi. Remissiya kuzatilmaydi. Nevrologik simptomlar rivojlanishdan biroz to'xtab olishi mumkin. Eslatib o'taman, remissiya kuzatilmaydi. Kasallikning bu turi odatda 30 yoshlarda boshlanadi va 10% hollarda uchraydi. Uchinchisi ikkilamchi zo'rayib boruvchi turi. Kasallik dastlab remitrlovchi tipda boshlanadi. Keyinchalik esa qisqa muddatli remissiyalar bilan zo'rayib boradi. To'rtinchisi qo'zg'alish bilan kechuvchi zo'rayib boruvchi turi. Kasallikning dastlabki kunlaridayoq zo'rayib boradi va qo'zg'alishlar bilan kechadi. Uning bir turi 15% hollarda uchraydi, og'ir kechadi. Tarqoq sklerozning xavfsiz va xavfli kechuvchi turlari ham farqlanadi. Xavfsiz kechish turida 10-15 yil mobaynida jismoniy faollik saqlanib qoladi. Xavfli kechish turlarida esa tez orada nogironlik rivojlanadi. Xo'p, tarqoq sklerozning tashxisi.
Xo'p, qani tashxis qo'yamiz? Taqoz sklerozda bir qancha yo'llar bilan tashxis qo'ysak bo'ladi. Ya'ni birinchisi, kasallikning 10-50 yoshlarda, asosan 20-40 yoshlarda boshlanishi. Asosan markaziy nerv sistemasi va koronal nervlar zararlanish belgilari, nevrologik simptomlarning tarqoq joylashishi, masalan, ataksiya, pastki spastik paraparez yoki o'tib ketuvchi amavroz, patologik piramidal simptomlar, qo'zg'alishlar va uzoq davom etuvchi remissiyalar, yillar mobaynida yangi simptomlar qo'shilib borishi, markaziy nerv sistemasi va sklerotik o'choqlar paydo bo'lishi, kasallikning zo'rayib borishi, likvorda immunoglobulin J miqdori oshishi, oligoklonal antennalar paydo bo'lishi bilan yuzaga keladi. Tarqoq sklerozda erta aniqlash va tajribali nevrologlar uchun ham o'ta murakkab masaladir. Chunki uning nafaqat klinik turlari, balki kechishi ham turli-tuman. Tarqoq skleroz ba'zi hollarda nevroz yoki isteriyani eslatsa, ruhida o'sma kasalligiga o'xshab kechadi. Shuning uchun ham diagnostik xatoliklar tarqoq sklerozda ko'p kuzatiladi. To'g'ri tashxis qo'yish ba'zan 2-3 yilga cho'zilib ketadi. Diagnostik xatoliklarga yo'l qo'ymaslik uchun xalqaro eksperimentlar tomonidan ishlab chiqilgan tarqoq sklerozni tashxis qo'yishga algoritmni amalga olish lozim. Bunda, ya'ni Poznerning diagnostik algoritmi tarqoq sklerozning tashxisini aniq tasdiqlovchi belgilar, ya'ni tarqoq sklerozning tashxisini aniq tasdiqlovchi belgilar. Qaytaraman. Ikkita qo'zg'alish va ikkita klinik simptom. Ikkinchisi, ikkita qo'zg'alish va bitta klinik simptom va bitta emirtma o'choq. Uchinchisi, ikkita qo'zg'alish va bitta klinik simptom yoki emirtma o'choq va plus likvorda immunoglobulin J miqdori oshishi va oligoklonal antennalar paydo bo'lishi. Keyingisi, bitta qo'zg'alish va ikkita klinik simptom plus likvorda immunoglobulin J miqdori oshishi va oligoklonal antennalar paydo bo'lishi. Keyingisi, bitta qo'zg'alish va bitta klinik simptom, bitta emirtma o'choq, likvorda immunoglobulin J miqdori oshishi va oligoklonal antennalar paydo bo'lishi. Tarqoq sklerozning tashxisini taxminan tasdiqlovchi belgilar. Bunda ikkita qo'zg'alish va bitta klinik simptom, keyingisi bitta qo'zg'alish va ikkita klinik simptom, keyingisi esa bitta qo'zg'alish va bitta klinik simptom va plus bitta emirtma o'choq. Tarqoq sklerozni tashxisi bo'lishi mumkin, ya'ni kam hollarda. Ikkita qo'zg'alish va likvorda immunoglobulin J miqdori oshishi va oligoklonal antennalar paydo bo'lishi. Keyingisi faqat ikkita qo'zg'alish. Eslatib o'tamiz. Tarqoq skleroz bitta klinik qo'zg'alish va o'tib ketuvchi amavroz yoki kundalik millat bilan namoyon bo'lishi ham mumkin. Buni yakka klinik simptom bilan namoyon bo'luvchi tarqoq skleroz deb atashadi. Ushbu bemorda bir necha oydan so'ng, odatda 3-6 oy ichida emirtma va sklerotik o'choq paydo bo'lsa-da, biroq qayta qo'zg'alishlar kuzatilmasa ham tarqoq skleroz tashxisi qo'yiladi. Agar vrachda tarqoq skleroz tashxisiga gumon paydo bo'lsa, taxminiy tarqoq skleroz tashxisini qo'yish mumkin. Bunday bemor 3 oydan keyin emirtma tekshiruvidan qayta o'tkazilishi kerak. Faqat bosh miya emas, balki orqa miya emirtma ham qilinadi. Xo'p, tarqoq sklerozda klinik simptomlari va qanday yuzaga kelsa, hammasini ko'rib chiqdik. Keyingi videomizda, ya'ni keyingi darsligimizda tarqoq sklerozni optimal davolash va davolasa bo'ladimi? Remissiyaga ya'ni erishsa bo'ladimi? O'sha holatlarni ko'rib chiqamiz. Xayr, salomat bo'ling, sog' salomat yuringizlar.